Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-O'zbekiston tarixi darsligining 2-mavzusi Moron-Nahr va Xorasondagi siyosiy vaziyat mavzusi bilan tanishamiz. Qisqa qilib aytganda biz Bobur Mirzoning siyosiy maydonga kirib kelish jarayonlari haqida tanishib olamiz qisqagina. Va keyingi mavzularda batafsilroq yanada tanishamiz. Amir Temur vafotidan so'ng tosh taxt uchun kurashlar natijasida Amir Temurning keyingi o'g'li Shohrab Mirzo g'olib chiqdi. U Moron-Nahr va Xuroson hokimiyatini batamom o'ziga bo'ysundirdi va davlatni ikki qismga bo'lib, o'zi Xuroson qismiga, o'g'li Ulug'bekni esa Moron-Nahr qismiga hukmdor qilib tayinladi va shu orqali ikki mintaqani o'z nazoratida ushladi. Mirzo Ulug'bek o'limidan so'ng Moron-Nahrda toj taxt uchun kurash avj olib ketdi va 1451-yilda Mironshohning nabirasi Sulton Abu Said Mirzo Abulxayrxonning yordamida hokimiyatni egallab oldi. 1458-yilda Xuroson hukmdori Abulqosim Bobur vafot etgach, Xuroson ham Abu Said Mirzo hokimiyati ostiga o'tdi va birlashgan yagona davlat 1469-yilgacha mavjud bo'ldi. 1469-yilda Abu Said Mirzo Quyunlilarga qarshi jangda Oq Quyunlarga qarshi deb yozilgan 7-O'zbekistonda Qora Quyunlilar deb beriladi. Shu turkmanlarga qarshi bo'lgan jangda halok bo'ladi va hokimiyat yana ikki qismga bo'linadi. Moron-Nahr alohida va Xuroson alohida boshqaruv tartibi joriy bo'ladi. 1469-yildan boshlab Xurosonda Sulton Husayn Bayqaro hokimiyat boshlangan bo'lsa, Moron-Nahrda esa Abu Saidning farzandlari Sulton Ahmad, Umar Shayx Mirzolar va Sulton Mahmud Mirzolar hukmronligi boshlanadi. Butun mamlakatning Moron-Nahr mintaqasining yagona hukmdori Sulton Ahmad bo'lsa-da, ammo aka-ukalar mintaqani bo'lib olishgan edi. Samarqand Sulton Ahmadga, Farg'ona Umar Shayx Mirzoga, Hisor, Xuttalan, Badaxshon esa Sulton Mahmud Mirzoga berilgan edi. Sulton Ahmad davrida mamlakatda osoyishtalik hukm surgan bo'lsa-da, ukasi Sulton Mahmud Mirzo va undan keyin 1495-yil uning o'g'li Boysunqur Mirzo davrida mamlakatda parokandalik avjiga chiqdi. Va aynan 1497-yil kelib kurash maydoniga Umar Shayx Mirzoning farzandi, Farg'ona hokimi Bobur Mirzo jarayonga qo'shildi va u Temur davlatini qayta tiklash orzusi bilan jang boshladi. Bunday Samarqanddagi hokimiyatda bo'lgan Boysunqur Mirzo noqulay vaziyatda qolgani uchun u Shayboniyxondan ko'mak olishga intildi. Shayboniyxon o'sha vaqtda Turkistonda edi. Turkiston o'sha vaqtlarda Yassi deb yuritilar edi. Boysunqur Mirzo undan yordam so'radi va og'ir qish vaqtida Bobur Mirzo askarlar ham sovuqda tevarak atroflarga tarqalib ketgan edi va Shayboniyxon bilan to'qnashishga aniq edi. Ammo shunday vaziyatda Shayboniyxon kuch bilan Bobur Mirzoga qarshi emas, Samarqand shahriga kirib, keyin dushman bilan kurashishni reja qiladi. Boysunqur Mirzo Samarqand darvozasini ochmaydi va Shayboniyxon ranjib yana Turkistonga qaytib ketishga qaror qabul qiladi. Mana shunday qulay vaziyatdan foydalangan Bobur Mirzo qariyb 7 oy davomida Samarqandni qamal qiladi va Samarqand taxtini egallaydi. Ammo taxtni egallash unga u qadar yaxshi muvaffaqiyat olib kelmaydi. Sababi vodiy mintaqada, ya'ni Andijonda qaytishga majburladi. Sabab uni ukasini dushmanlari Jahongir Mirzoni taxtga o'tkazgan edi. U o'zining ishonchli vakillarini Samarqandda qoldirib, o'zi esa Andijonga qaytadi. Aynan xuddi shunday vaziyatdan foydalangan Boysunqur Mirzo yana Moron-Nahr taxtini egallashga muvaffaq bo'ladi va 1500-yilda Bobur Mirzo ham o'z ukasi bilan sulh tuzishga muvaffaq bo'ladi va Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan Jahongir Mirzoga, daryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan Bobur Mirzo hukmronligi ostiga taqsim qilinadi va Moron-Nahr va Farg'ona vodiysi mintaqasidagi siyosiy jarayon mana shunday holatda tus oladi. Xuroson mintaqasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, biz boya eslab o'tdik, 1469-yilda Xuroson mintaqasida Sulton Husayn Bayqaro hukmronligi o'rnatiladi. Ushbu shaxs qariyb 40 yil davomida Xuroson mintaqasida hukmronlik qiladi, mamlakatda nisbatan osoyishtalik o'rnatishga erishadi, mukammal bo'lmasa-da va mamlakatda qishloq xo'jaligi, madaniy hayot ma'lum darajada yuksaladi. Aynan Husayn Bayqaroning mamlakatdagi barcha ishlarida uning vaziri Alisher Navoiyning xizmatlari ham beqiyosdir.
Ammo Husayn Boyqaro davlati ham o'ta mustahkam davlatlardan biri emas edi. Sabab Husayn Boyqaro o'z o'g'li bilan tortishuvlarga borib yurgan. Sabab Badiüzzamon bilan Toshtaxt masalasida o'z o'g'li bilan kelishmagan. Sababi u ikkinchi o'g'li Muzaffar sultonga imkon qadar ko'proq yon bosar edi. Mana shunday vaziyatlarda ota o'g'il o'rtasida nifoq solishni istaganlar Badiüzzamonning 11 yoshli begunoh o'g'li Mo'min Mirzoni o'ldirish to'g'risida Husayn Boyqaro qatl farmoniga imzo qo'yadi. Va yosh 11 yoshli Mo'min Mirzo qatl etilgandan so'ng aynan Husayn Boyqaro va o'g'li o'rtasida ziddiyat avjiga chiqadi. Hatto ota o'g'il o'rtasida bir necha marotaba janglar bo'ladi va u faqatgina sulh bilan yakun bo'ladi. Shunday og'ir vaziyatlarning birida 1506-yilda Husayn Boyqaro vafot etadi va bir vaqtning o'zida Xuroson mintaqasida ikki shaxs taxtga keladi. Badiüzzamon va Muzaffar Husaynlar Xuroson taxtini egallaydi. Shundoq ham og'ir vaziyatda bo'lgan Xurosonda mamlakat parokandalikni keltirib chiqaradi va Xuroson mintaqasi og'ir siyosiy jarayonlar ortida qoladi. Aynan mana shu Xuroson mintaqasidagi va Moron-Nahr mintaqasidagi siyosiy vaziyat haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.